Ha bunaqa bo'lsa ishga chiqmaslik kerak-da. Ishga chiqib nima qilasiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nech pul bo'lyapti bozorga chiqish? Har xil ishiga qarab nima ish? Bitta joyini, o'tlarni tozalash kerak. Mayli. Qandaysiz, o'g'il? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ismingiz kim dedi? Ismim Damir. Sunnatulloh. Sunnatulloh. Nechta farzandingiz bor? 3. Necha o'g'il, necha qiz? Bir o'g'il, 2ta katta qizim bor. Ha, o'g'lingiz nechta kattasi? Kichkinasi 7-sinf. Amaki mana shu yerda mana shu o'tinlarni olish kerak. Mana bu bitta yarimta chiqqan-ku. Shularni chiroyli qilib tozalash kerak, ha. Amaki yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Charchamayapsizmi? Sizga obed olib keldim. Tozalab kelyapman sizga. Ha, yaxshi. Bu buganga o'xshamaydi-ku. Bu hech o'zgarmabdi ham-ku. O'tirib o'tpalang dedingiz-ku. Bu yer tozalangani ko'rinmayapti-ku, aka. Bu ishga yarasha bo'ladi-da. Hozir 50 ming so'm bersam, rozi bo'lasizmi? Bu yerda hozir men 50 ming so'mlik ish ko'ryapman. Hozir nech pul beraysizga tashqariga? 50 ming yetadimi? Bilan nima qo'shing? Hozir mana shu qilgan ishlaringizga 60 ming bersam rozimisiz? Norozilik yo'qmi? Aniqmi? Hay, tog'a, mana shu sizga. O'shang buni. O'shang buni bu chin ko'ngildan bu. Endi orqangizdan chopmay tog'a. Mana shu siz haqli tog'a. Bozorlik qilasiz o'sha. Ha, bozorlik qilasiz. Yurakdan bolalarimga. Yurakni tubidan. Tog'a? Ular sizdan tog'a. Nasib bo'lsa, bolalaringizni katta to'ylarni o'tkazib, Allohim imorat qilamiz, xudo xolisi yerda. Imorat qilib, nasib bo'lsa to'ylarga ayting, kelib duo qilaman. Allohu akbar. Bo'ldi, amaki. Mana shu mingdan ming ana shu nimalarni imoratlar qilib, to'ylar qilib, nasib bo'lsa qo'sha mashinalar minib, katta yildi xizmatda bo'lib yurgan yigitlar bo'lsin. Allohu akbar. Bo'ldi, akajon, bo'ldi, sog' bo'ling. Xo'p, ishlaringizga rahmat, mayli. Bo'ldi, sog' bo'ling. Xudo bersin sizga, amin. Allohu akbar, hammamizga bersin. Xo'p, mayli.